O'zbekiston hukumatı Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlarini qo'llaydiganligini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar ministri Abdulaziz Malikov Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Sharq Turkistondagi radikallikqa qarshi yo'l qo'yilgan siyosatlarni qo'llaymiz. Hech bir davlatning buningga aralashish huquqi yo'q dedi. Uchrashishning davomida Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi muzokara qilindi. Taraflar bu qurilish doirasida savdo aloqasining kuchayishini umid qilganligini bildirdi. O'rta Osiyo davlatlarining iqtisod jihatdan Xitoyga tayanishining kuchayishiga ergishib, ichki va tashqi siyosatlarda Xitoyning ta'siriga uchramoqda. Xitoy bu davlatlarda iqtisodiy kuch orqali siyosiy ta'sirini kengaytirishga urinmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda xalqning meyit namozi o'qish, nikoh o'qish, bolalarga ism qo'yish degandek diniy va milliy qoida usullarini butunlay qonunsiz faoliyat deb e'lon qilishni davomlashtirmoqda. Erkin Osiyo radiosuning bu vaqtdagi xabarda Xitoy doiralarining yuqorida tilga olingan qonunsiz faoliyatlarga qat'iy ruxsat qilmaydiganligi, faqat hukumat bekitgan imomlar tarafidan nikoh va meyit namozi o'qishga ruxsat qilinadiganligi, faqat belgilangan oyatlarni o'qiladiganligi va bu xil faoliyatlarda takbir va diniy shiorlarni to'lashga va Xitoy tarafidan diniy asabiylik deb qaralgan ish harakatlarga ruxsat qilinmaydiganligi bildirildi. Etic huquq mutaxassislari Jammu Kashmirda 20 kunlik vaqtdan buyon davomlashayotgan ifoda erkinligi, uchurga erishish va tinch namoyish faoliyatlariga qarshi cheklamalarning amaldan qoldirilishi haqida Hindistonga chaqiriq qildi. Hindiston parlamentining Jammu Kashmirning asosiy qonuni belgilangan avtonomiya huquqini bekor qilishning va hukumat tomonidan rayonda yo'l qo'yilgan tadbirlarning jiddiychiligini texnik keskinlashtirib etganligi qarta andishalar o'tirib qo'yildi. Taliban kuchlarining Afg'onistonning shimoliy Balx o'lkasi Zar nahiyasiga ilib borgan hujumida 12 nafar xavfsizlik xodimining o'lganligi bildirildi. Balx soqchi idorasining boshlig'i Muhammad Ajmal Faiz bayonot e'lon qilib, Taliban kuchlari Zar nahiyasiga 2 kun burun hujum qilgandan keyin to'qinish yuz berganligini aytdi. U to'qinishda 12 xavfsizlik xodimining o'lganligini va 40 nafar Taliban askarining o'ldirilganligini bildirdi. İran taratqullarining xabar qilishicha, Zarf Norvegiya ziyorati munosabati bilan Norvegiya tashqi ishlar ministri Etic bilan ko'rishgan. Ko'rishishdan keyin o'tkazilgan o'rtaq axborot e'lon qilish yig'inida Norvegiyaning Amerikaning Paris qo'tqini qurmoqchi bo'lgan ittifoqdosh armiyaga qatnashadigan yoki qatnashmaydiganligi haqidagi savolga Amerika Paris qo'tqini ishonchsizlik omildir. Yetarli darajada bisiq bo'lgan bu rayonda qazolarning maydonga kelishiga yo'l qo'ymaymiz dedi.